Qaydada 10 saatgan numara ama ko'pchilik qaranglar. Tunugun soda 2400 koy, 2 saat 54 minutda. Managa tunugun ufg'am pulimiz 300 necha atrofi chiqdi-ku deyman. 558 köp yaptı manada. Tunugun 558 köp yaptı. Hem de bugün manada hazır boğan soda 2 saat 34 minutda 2800 köy hesap. Manumar bir qadam qilib kelib qaytadan chiqib qatdi o'ngishayotdi manumardinchi. Hem de bu numarda tunugun ma Şambenjandagi 5dagi 1 saatda, ma 5dagi 1 saatda qatdi soda yo'q, mido yo'q. 5dagi mido yo'q. Bugün hem de 5dagi 1 saatda midoni yaxshiladi. Oxirida Chensiga endi ko'tarilyapti. Chensi 998. Ma'lumotga bugün ko'ygan pul qanchalik degan vaqtda bugün hem de yana 500 ko'ydi hozir. Ma'lumotniki o'ngishlayotgan numar. Danishpinim tan qo'zg'atyapmiz, Djibouti-jan tan qo'zg'atyapmiz. Endi ma'noda Djibouti-jan tuvan bo'ladi. Nimishqa Djibouti-jan qattil yo'q jonxoda. Endi ko'tarilyapti ma'noda. Mana qarsak bo'ladi. Djibouti-jan qattil yo'q. Danishpim bilan Fufeydan kiryapti. Oldingi kuni pulni 5 g'ilam bo'lgan. Ya'ni ma 5'e qarsak bo'ldi. 5'dagi 1 soatga maya kuchab bo'lgan pulni. Ma 5'dagi maya kuchab bo'lgandan keyin bugun hamda ma 5'dagi pulni kuchab bo'lgan yerda maya so'di bor oxirida yo'q. Endi bugun qanday qilyapmiz? 5'ig'imi oxirg'imi tang uryapmiz degan gap. Mana numarda mana 10 soat qashfa ko'pchilik. Agar sizlarning numarimda buzilgan, ma u iqim qatti yo'q, Djibouti-jan tushib ketgan, menda vallah bo'lib qolsa, amal bu pulni yaxshiroq xajlab, qaytadan jonxoga bevcha urimiz endi, qaytadan jama qilgan ishlar bor. O zo'lab qilavergan bana hech bir foydasi yo'q. Shuning uchun urdigan yer urmiz. Yoki numar almashtirib qo'yishsa, yanada numar qo'zg'atinglar. Bikan vaqtlarni sirab qo'ymay uchun mana numarni hozir o'ylayapmiz. Bugun so'zni 5 ming chiqaramiz. Bugun 800 ga atrofida plan bor vurdigan. Hozir 500 ga ko'p, yana 300 ga plan bor. Yana 300 ga bo'lsa, qan 5 ming atrofiga chiqadi. Erta aning keyindan 300 dan 500 gacha kontrol qilib qo'yamiz. Erta bir 5 ming ish bilan savdo qila oladi degan gap. Tunugun o'g'an pul bugunga ta'sir qildi, bugun o'g'an pul ertasiga jiborga ta'sir qildi. Demak, shu degan manda narsa ko'pchilik. Ko'pincha mishani bilmay jiborqatgan bo'lsanglar, 20 soat o'dil kelsanlar bo'ldi. 5 kunlik mashq, ya'ni numarni qanday qo'zg'atish, uning keyindan qanday qilib mo'ysanga o'xish numarni o'ngshash, chenchon so'yishni qanday unumli urib, qanday savdo qildirish. Ko'pinchalar bu pulni xato urib, jibojining iqimiga ichkirga odamlarni akritib qolgan yoki savdo qilib bermayotgan ahlar bo'lsa, ayrimxona gap qilib 20 soatga 5 kunlik dars qilishlar. 4-joydagi eng oxirgi qitimliq dars, ya'ni shunday o'tir saviyalik eng oxirgi dars. Ilarida boshlab yuqori saviyalik dars bor.